Yaxshi niyat bilan qurilish boshladingiz va nihoyat eshik va derazalarga yetib keldingizmi? Lekin qaysi turdagi derazalarni olishga qiynalyapsizmi? Unda 3 ta maslahat beraman, shularga quloq soling. Albatta afsuslanmaysiz. Xo'p, birinchi e'tibor beradigan narsa bu profilning qalinligi. Kameralar soni nechtaligi? Albatta so'rang. Qalinligi necha santimetr va nechta kameralari bor? Agar qancha havo kameralari ko'p bo'lsa profilda, bu uy shunchalik issiq bo'ladi degani. Sababi tashqaridan kelayotgan sovuq oqim kameralarga urilib uy ichkarisiga kiradi. Demak, birinchisi bu profilning qalinligi va kameralar soniga bog'liq. Ikkinchisi demak aksessuarlar, butlovchi qismlar, rezinkalarga albatta e'tibor bering. Ya'ni mana shu yerda ko'rib turibsiz, hozir 3 ta rezina bor. Bitta, ikkita va mana shu rom tabaqasida 3-rezinka. Agar rezinalar soni qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa va ular sifatli kauchuk materialdan tayyorlanadigan bo'lsa, mahsulot shunchalik zich yopishadi va natijada tashqaridagi sovuq oqim va shuningdek shovqin uyga kirmaydi. Ya'ni rezinka va mana shu aksessuar butlovchi qismlarning sifatlisi o'rnatilgan bo'lsa, bilingki, sizning uyingiz issiq bo'ladi. Bu o'z navbatida kommunal to'lovlarga kamroq pul to'lashingizni ta'minlab beradi. Uchinchi muhim maslahat siz tanlayotgan oynalar soniga va ularning qalinligiga bog'liq. Ko'pchilik 2 qavat oyna, 3 qavat oyna taklif etadi, lekin oynalarning qalinligi qancha ekanligini aytib o'tishmaydi. Ba'zi bir joylarda 4 mm dan 3 mm gacha bo'lgan qalinlikdagi oynalarni qo'yib berishadi. Biling, 4 mm dan pasti bu yaxshi emas. Aynan shovqin va sovuq romdan emas, oynalardan o'tadi. Deraza sotib olayotganda mana shu 3 ta muhim maslahatga amal qilsangiz, pulingizga kuyib qolmaysiz. Istek, mustahkam, qulay va shinam romlar.